بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين 782 hadis 338 bobga bog'liq kelgan. Bobning nomi Bobu la yaqulu rajlu Alloh va fulan. Kishi Alloh va palonchi deb aytmaydi degan bob ekan. Ana shu bobdagi hadis demak avvalgi aytganimizdek 782 hadis. Bu Ibn Jurayjdan rivoyat qilinadi. U kishi aytadiki: "Sami'tu Mughith ibn Umar anna ibn Umar yas'aluhu an mawlahu faqala Allah wa fulan." فقال ابن عمر: لا تقل كذلك، لا تجعل مع الله أحدا، ولكن قل فلان بعد الله. Bir kishi o'z xo'jayinidan Alloh va palonchi haqqi ana uni qil, mana uni qil deb narsani so'rabdi. Shunda Ibn Umar aytdilarki, undoq dema. Alloh bilan biror kishini birga qo'yma. Lekin aytadigan bo'lsang, Allohdan keyin palonchi degan. Avvalo Alloh, qolaversa palonchi deyish bizda odat bo'lgan. Alloh va palonchi deb Allohga bandani tenglashtirib qo'ymaslik kerak ekan so'rovda ham. Avvalo Alloh, qolaversa palonchi desa yaxshi bo'lar ekan. 339-bob. Bobu qavlur rajli ma sha Alloh va shi'ta. Bir kishini Alloh va sen xohlagan narsa deyishi haqida. 783-hadis Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. U kishi aytadilarki: "Qala rajulun lin-nabiy sallallohu alayhi va sallam ma sha Alloh va shi'ta." قال جعلت لله ندا ما شاء الله وحده. Bir kishi Nabiy sallallohu alayhi va sallamga Alloh va siz xohlagan narsa deb gapirdi. Shunda u zoti va barakot aytdilarki: sen Allohga tengdosh qilib qo'yding. Allohning yolg'iz o'zining xohlagani bo'ladi dedilar. Mana shu yerda inson so'z so'zlayotganda ma'nosini chiqishiga alohida e'tibor berishi kerakligi tushunib olinadi. Xususan bu so'z Alloh subhanahu va taoloning haqqida, Allohning sifatlari haqida bo'ladigan bo'lsa, nihoyatda ehtiyot bo'lishi kerak ekan. Mana shu rivoyatda so'zlovchi kishi Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalomni ulug'lash, u kishini hurmatlash ma'nosida bir narsani siz va Alloh xohlasangiz bo'ladi degan ma'noda gapirib qo'yibdilar. Shunda Payg'ambar alayhisolatu vassalom tanbeh berib, yo'q, bundoq tarkibda so'z so'zlasang Allohga tengdosh, ya'ni meni Alloh bilan tenglashtirib qo'ygan bo'lasan. Noto'g'ri bo'ladi. Bu dunyoda faqat Allohning o'zini xohlagani bo'ladi degan ma'noni aytibdilar. Shuning uchun gapirayotgan odam gapini ma'nosiga, oqibatiga, nimaga ishora qilishiga alohida e'tibor berish kerak. Ana hozirgi hadisda kelganga o'xshash e'tiqodga to'g'ri kelmaydigan, Alloh subhanahu va taologa nisbatan beodoblik bo'lib qoladigan, aqida buzuqligiga sabab bo'lib qoladigan, gunohga sabab bo'lib qoladigan gaplarni gapirmaslik harakatida bo'lish kerak ekan. Gaplarni aniq qilish, bog'lovchilar bilan bog'lab gapiradigan bo'lsa, o'sha qayerga boradi, nima bo'ladi, hammasini diqqat bilan gapirib borish kerak ekan. Buni Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom alohida ta'kidlab aytgan ekanlar.
mana shu narsani o'rganishimiz, unga hayotimizda amal qilishimiz lozim ekan. Alloh hammamizni gaplarimiz to'g'ri chiqishiga, adashib ketmaslikka o'zi muyassar qilgan bo'lsin.